Asli kasbi huquqshunos bo'lgan iste'dodli ijodkor Zulayho Masharipovaning bugunga qadar 60 dan ortiq asarlari kitobxonlar e'tiboriga havola etilgan. Bugun taqdimoti o'tkazilayotgan Adolatli intiho tergovdagi odam asarlari detektiv roman hisoblanadi. Zulayho Masharipovaning Adolatli intiho va tergovdagi odam nomli asarlari keng doiradagi voqealarni qamrab oladi. Ushbu romanlar hayotni chuqur anglash, inson taqdiri va ijtimoiy jarayonlarga e'tibor qaratishni talab qiladi. Vatanga, ota-onaga va yaqinlarga bo'lgan mehr-oqibat masalalari bilan bir qatorda giyohvandlikning salbiy oqibatlari, noqonuniy dori savdosi natijasida jabr ko'rayotgan begunoh insonlar taqdiri va jinoyatchilikka qarshi kurashda huquq-tartibot idoralari xodimlarining mashaqqatli mehnati tasvirlangan. Tergovdagi odam kitobi bu ekologiyamizning ifloslanishiga qarshi kurash, korrupsiyaga qarshi kurash, kasbga xiyonat qilgan, tabiatga xiyonat qilgan, o'z oilasiga xiyonat qilgan kimsaning achchiq taqdiri, qismati haqida, uni qanday jazo olganligi haqida. Adolatli intiho kitobi esa giyohvand moddalar oldi-sottisi hamda oilada gender tenglik, giyohvandlikni asrimiz vabosi deymiz. Lekin bu narsa vabodan-da xavfliroq, vabodan-da ming chondon yomonroq hisoblanadi. Chunki vabo kasali bilan og'rigan odam umri tugashi mumkin, lekin giyohvandlikka chalinsa, giyohvandlikdan jamiyat rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Adibaning tamg'a, niqob, xato, hammasiga onam sabab, telbayol muhabbati, tan olingan ayb, qasos hissi, kechikkan iqror, qasam kabi asarlarda jamiyat hayotidagi muhim ijtimoiy masalalar, inson ruhiyati, ayb va mas'uliyat, adolat va kechirim mavzulari badiiy talqin etilgan. Nima uchun juda tezda qo'lma-qo'l bo'lib ketadi Zulayho Masharipovaning asarlari? Avvalambor bu o'sha jinoyatni ochib beradigan tomonlari bor. Bu uchun bunaqa dedektiv asarlar yozish uchun odam yaxshigina savodxon bo'lish kerak, adliya bo'yicha huquqiy savodxonligi bo'lish kerak va mana shu zamonga qaysi mavzudagi asarlar kerak bo'ladi. Zamonni kelajagini, bolalarni, yoshlarni tarbiyalash uchun qaysi asarlar hozir dolzarb mavzuda bo'ladi. Mana shu narsani Zulayho Masharipova o'z vaqtida anglagan mualliflarimizdan biri. Shuning uchun uni yozayotgan asarlari, romanlari, qissalari tezda xalqimizning ichida qo'lma-qo'l bo'lib ketyapti. Bugun O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida uyushma a'zolari 1680 taga yetdi. Undan 455 tasi ayollar. Ana shular ichida she'riyati juda ham ko'p. She'r yozadiganlar, shoiralarimiz ko'p. Lekin adibalarimiz barmoq bilan sanarli. Lekin ular juda ham chiroyli ijod qilishyapti. Ulardan biri mana shu Zulayho Masharipova. O'zlari sudya bo'lib ishlaganlar, advokat bo'lib ishlaganlar. Shuning uchun ham o'sha huquq sohasidagi boshlaridan o'tgan tajribalar, o'sha hayotni tajribasining mahsuli desa bo'ladi. Chunki bu kitoblardagi hikoyalar, taqdirlar hammasi mana shu qonunni bilmaganligi. Faqat biz o'ylaymizki, mana shu qonunni faqat yuristlarga xos narsa deb o'ylaymiz. Ular bilishi kerak deb o'ylaymiz. Aslida har birimiz albatta o'z huquqimizni yaxshi bilishimiz va qonunlarimizni yaxshi bilishimiz kerak, xato qilmaslik uchun. Tadbirda asarlarning badiiy va ijtimoiy ahamiyati atroflicha muhokama etilib, muallif ijodiga munosib baho berildi. Ushbu asarlar zamonaviy o'zbek adabiyotida detektiv janr hisobiga munosib hissa qo'shishi ta'kidlandi. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabiyov bugun dastur uchun